Bu aktrisaning ismi aytilganda zaldagi mehmonlar ko'ziga yosh keldi. Bu Ketrin O'Xara olishga ulgurmagan mukofot e'loni edi. 1-mart kuni Los-Anjelesdagi gildiya taqdirlash marosimida go'yoki vaqt to'xtab qoldi. Marosim davomida ko'plar kutgan, ammo aytishga qo'rqqan holat yuz berdi. Yilning eng yaxshi komediya seriali aktrisasi mukofotiga Ketrin O'Xara loyiq deb topildi. Biroq ko'plab avlodlarni ulg'aytirgan afsonaviy aktrisa sahnaga ko'tarila olmadi. Sababi taqdirlash marosimidan 2 hafta avval u bu hayotni tark etdi. Yosh aktrisa Jenna Ortega o'zini tiyib tura olmadi. So'ngra esa qolganlarning ham ko'ziga yosh keldi. Mukofotni qabul qilish uchun sahnaga marhum aktrisaning hamkasbi chiqdi va xayollarini joyiga keltirib olish uchun bir necha daqiqa davomida hech narsa deya olmadi. O'sha kecha Los-Anjeles zalidagi olqishlar shunchaki serial mukofoti uchun emas, balki umrini kino san'atiga sarflagan inson uchun chalindi. Bolalik uchun rahmat.